Aniyurt romanidagi muhim jumla va abzaslar. Aniyurt birinchi qism. Mavi ichkirdan chiqqanlar Şinjangdek necha milliondan jiq Uyg'ur va boshqa millatlarmi bor yerda yurt suraydiganlar bordir deb o'ylabmi qo'ymaydi. Ey Uyg'ur, sen bir tinch o'tliqda o'tlayotgan qo'y, sirtdan bo'ri kelsimi, eyiq kelsimi, kelganligi maxluqni o'zingga o'xshash qo'y deb o'ylaysan. Uni yayloqda o'tlasin, yaylasin deysan. Uning qasdi o't chöpda emas, senda. U seni o'riq uzuq qilmoqchi, o'tliqni yo'qotmoqchi. Sen buni bilmaysan. Huquq egalari tamoman xanzu. Ularni boqadigan biz haq. Turmalarda o'layotgan, hamma joyda o'layotganlarmi biz haq. Bizning Uyg'urlarimiz qancha yil boshpanoh izlaydikin tang? Shingdobanga tayinib baxt tepish yo'li, Sabit Damalamning yo'lini tutib Islom Jumhuriyati qurish yo'li, Sovet ittifoqiga tayinib baylarni yo'qitib kambag'allar davlati, sotsializm qurish yo'li, Gomindangni ag'dirib Shingsani yo'qitib, yan'aniki Mavzudongning askarlarini boshlab kelib, kambag'allarga hokimiyat tutqizish yo'li. Nalardan kelasan-u bizni boshqarasan, izisan, bekardilla solaysan, o'ltirasan. Sen bizning odam ekanligimizni hisobga olmaysan. Bizdimi insoniy g'urur borligiga ishonmaysan. Mayli ishonma. Hech bo'lmaganda bizning nafratlanadiganligimizni bilishing kerak. Nafratning o'zi kuch, g'azabning o'zi qurol. Sen buni hisobga olmading. Sen huquq, miltiq va popozanga ortiq ishinib ketding. Vaqti kelganda u narsalarning karga kelmaydi. Bir millatning bir necha yuz yil, bir necha ming fadokorlari, bir necha ming fidokorlari bo'lgandala u millat uyg'ona oladi, qo'zg'ala oladi, o'zini qutqiza oladi. Askarlar Ko'lidan piyoda chiqqanda ularga ergashib, yo'l bo'yi askarlarni milish-mol bilan ta'minlab kelgan xo'langzichilar, xanzu ishlamchi, to'van qatlamliklarni ko'rsatdi. Bir sivat bilan chiqib, hozir bu yerda cho'ng boy bo'lib ketishdi. Nagil borsa, Tianjinlik demakchi. Ular yalang oyoq chiqishgan xo'langzichilar edi. Boyliq amal shulardan eshmaydi. Ko'lida devonchilik qildiganlari bu yerga chiqib cho'ng boy amaldor bo'lib oladi. Sarang so'ymak elish qolganlarimi bu yerga chiqib dotay bo'lib oladi.